Salom MMA ishqibozlari va UFC'ga qiziqadiganlar. Bugungi video UFC'ga qiziqadiganlar uchun olamshumul yangiliklarga boy bo'ladi. Video qiziq bo'lsa, kanalga a'zo bo'lib, bittadan like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bu attiga siz uchun oson ish, biz uchun esa mehnatlarimiz qadrlanayotganligini his qilish. Bosdingizmi? Unda biz boshladik. Justin Gaethje chempionlik kamari uchun Islom Maxachevga qarshi jang qilishini aytdi va bunga Arman Sarkyan o'z salbiy fikrlarini bildirdi. Va Amerika prezidenti Donald Trump irlandiyalik UFC chempioni Conor McGregorning ashaddiy muxlisi ekanligini bildirdi. Va hamyurtimiz Odilxon Kamolov Erkabulon To'xtarga vizur tashladi va 5 raundlik jang taklif qildi do'stlar. Bugungi videoda shunga o'xshash UFC va MMA olamidagi yangiliklar haqida bilib olasiz do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat bergan bo'lardim, chunki Expert MMA TV jamoasi aynan siz uchun ishlaydi. Nega Alex Pereira UFC 313 turnirida yutqizib qo'yganini sababi ma'lum bo'ldi do'stlar. Chunki Alex Pereiraning otgan kamonini Ankalaevning murabbiylaridan biri ushlab olgan ekan do'stlar. Internetda mana shu video juda ham ko'p prosmotrlar to'pladi. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Lekin Dana White Alex Pereira va Magomed Ankalaev o'rtasida revansh jang bo'lishi haqida aytib o'tdi do'stlar. Kuni kecha bo'lib o'tgan UFC 313 turnirida Justin Gaethje Rafael Fiziyevni texnik nokautga uchratib g'olib bo'ldi va undan so'ng kamar uchun jang so'rashlarini aytdi va u Islom Maxachevga qarshi jang qilishini aytdi do'stlar. Va bunga Arman Sarkyan qisqacha javob qaytardi. Sen qisqa muddat ichida jangga rozi bo'lgan Rafael Fiziyevni zo'rg'a mag'lub qilding. Undan oldin esa seni soyalar olamiga jo'natishdi. Agar chempionlik uchun asosiy da'vogar bo'lmoqchi bo'lsang, avval men bilan jang qilishing kerak. AQSh prezidenti Donald Trump Irlandiya bosh vaziriga Conor McGregorning katta muxlisi ekanini aytdi. Bosh vazir esa mamlakatda faqat Conor emas, balki boshqa ko'plab yuqori darajadagi jangchilar ham borligini ta'kidladi. Va bunga javoban Conor McGregor ijtimoiy sahifalarda "Rahmat, prezident Trump" deya javob qaytargan. Va do'stlar, Bilol Muhammad 10-may kuni bo'lib o'tadigan Della Madelaga qarshi UFC 315 turnirida jang qiladi va jangga yaxshilab tayyorgarlik ko'rmoqda do'stlar. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Va do'stlar, Aleksandr Volkanovski Diogo Lopesni mag'lub qilib kamarni yutib olsa, darhol Movsar Evloyevga kamar uchun imkoniyat berishini aytdi. Men arenaga boraman, kamarni yutib olaman va Movsarni jangga chaqiraman. Kamarni yutib olgan kunimdan boshlab 3 oy o'tib u bilan jang qilaman. Alex, men sizlarga gapirmayman. Men oktagonga chiqib chempionlik kamarini o'zimga qaytarib olaman va keyin Movsar Evloyevni jangga chaqiraman. Agar u xohlasa shunchaki kutib turishi mumkin. Men bu unvonni yutib olgach u bilan jang qilaman. 3 oydan keyin menga jang sanasi qachon ekanligini ayting va men o'sha kechaning o'zida buni qabul qilaman, dedi Aleksandr Volkanovski. Diego Lima Charles Oliveiraning menejeri va murabbiyi uning keyingi raqibi haqida gapirdi. Biz uchun asosiy maqsad chempionlik kamari, lekin Charlesga PMF kamari ham qiziq. U hozir Max Holloway'da. Bu yangi kamar, yangi sinov, kuchli raqibga qarshi katta jang bo'ladi. Hozir shu jangni tashkil qilish bo'yicha muzokaralar olib boryapmiz, dedi Diego Lima o'zining ijtimoiy sahifasida. Bu jang tashkil qilinsa, kim g'alaba qozonadi do'stlar? Fikringizni har doimgidek izohlarda yozib qoldiring. Va do'stlar, UFC 314 turniri ham yaqinlashib kelmoqda. Do'stlar, UFC 314 turniri 13-aprel kuni Las Vegasda bo'lib o'tadi va UFC 314 turnirining to'liq karti bilan tanishishingiz mumkin do'stlar. Marhamat.
Va do'stlar, hamyurtimiz Odilxon Kamolov Erkabulon To'xtarga yana revansh taklif qilib, unga vizit tashladi va Erkabulon To'xtarni jangga chaqirdi. Kamarga yagona pretendentdan uzoq kutilgan video. Assalomu alaykum barchaga. Erkabulon To'xtar, g'alabang bilan, chempionlik bilan tabriklayman. Urven haqida gapiribsan. Urven haqida kim gapiryapti? Qariya alkash Farani yutgan odammi yoki navaralariga ertaga o'qib berayotgan Kamilni yutgan odammi? O'zi aslida 4-raundga yaqin Kamilni yutding, sendan gabariti 2-3 barobar kichkina odammi? Menimcha bu narsa sen uchun mag'lubiyat. Uchinchidan, Urven haqida sen bilan 2 marta jang qilgan odamga gapirishing noto'g'ri. Ikkinchidan, tayyorlan, formada emassan debsan, to'g'risini aytsam, hech qachon formada bo'lmaganman. Men uchun mana forma. Uchinchidan, to'g'ri jang qachon bo'lishini sen belgilaysan. Chestga tegishni boshlabsan. Bu safar bu pozada emas, qaysi pozaga tayyorlaning? Ikkinchidan, nechidan bo'lib ketdi bilmadim-ku. Seni boshingga tepib, izdivatsiya qilgan odam bilan nokaut bilan g'alaba qozonish nahot senga qiziq bo'lmasa? Nima deymiz? Tayyorgarlikda sen ko'proq qil, sababi 3-4-raundga borib charchab qolyapsan. Biz 5 raund turishamiz. To'g'ri, o'tgan safar proxodga kirishimda ozgina muammolar bo'lgandi. O'sha ilik mazamiz bo'lmagani uchun. Bu safar xudo xolasa kiramiz proxodga. O'shaning uchun tayyorgarlikdamiz. Vaqtini va joyini ayt. Men tayyorman xudo xolasa. Какой привет? Такой ответ. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Oshib ketgan bo'lsa uzr. Ramazon oyi muborak bo'lsin. Videolarimiz hozircha shulardan iborat edi. Agarda video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Bu siz uchun atiga oson ish, biz uchun esa mehnatlarimiz qadrlanayotganligini his qilish. Chunki Expert MMA TV jamoasi aynan siz uchun ishlaydi. Do'stim, keyingi videolarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.